Ana, men rastlı hech nimani anqiramay qoldim. Yana kelib men bu ishlardan rastlı xabarsiz. Men hozir nima qilishimni, nima deyishimni bilmay qolyapman. Menga aniqroq deb beralimi? Yana kelib men hozir bu qo'rsuqimni ko'tarib, nadan xizmat izlayman. Bir chiroyli xizmat topsam uni yo'q chiqadinglar. Men mushi yashimgacha o'qish bilan bo'lib ketib, biror hunarni o'rganib qo'ymabdi ekanman. Bank bo'lmasa men tinishaman yangi bo'lib, ondan xizmat o'qishay. Bulamdi. Pah, mav xonimning gapidan o'rgilay. Hey, kelgundi. Qaynonasining birdinla alposi buzildi. Chiroyini sat purishtirib, qopig'idan muz yog'dirib, qor bo'ron kabi o'kirdi. Hey, bu g'azinak chaplandi. Sen tek o'zingcha qorningdagi bir nimani tug'ib yerilib bo'lib, ondan bir ishning peshin tutmoqchimi? Angachiza men seni boqid ekanman-da. Elimi 2 yildan buyon beqib keldim, sen po'qtag'iri yormasni. Nada unda qasan ish ekan? Ya bugundan boshlab xizmat tepib bu uyni qamda. Ya bo'lmasa, nadin kelgan bo'lsang, shu yerga yo'qol. Tuni ko'zimga axlatdek sat ko'rinmay. Vaqtida xizmat tap. Men hozirlik Komiljonning 2 bolasini akab berman. Tuni bangining xiyolini surib, Maliklardek yashayman deb ham xiyol qilma. U shundoq deginicha xili bir hazog'icha chalvoqab, Gulxonni tillab, do'xshaytib, ishikni pang'ida yepib chiqib ketdi. Degandek, necha soatdan keyin qaynonasi Turaxon chiroydan miskinlik to'kilib turdigan, usti beshi pajmoda, kiyimlari kir, biri 7-8 yoshlarda, yana biri 4-5 yoshlarda bor 2 bolani boshlab kelib, Gulxonga tashlab berdi. Bu bolalarning cho'ngi qiz bo'lib, ismi Kamila edi. Kichiki o'g'il bo'lib, ismi Kavsar edi. Bu bolalar Gulxonni ko'rib, qo'rqimsiragan, o'diqqan, esan kirgan holda oldiga mengishga jur'at qilolmay, eshikning bir tarafida tugilib turishdi. Buningdan keyin sizlar mush yerda tursizlar. Bu xotun sizlarni boqidi. Holinglardan xabar oladi. Agar bu xotun sizlarga olib qarasa, vaqti deganlar kelgan narsani ipamisa, qo'sug'inglarni osh, kiyiminglarni yelin qo'ysa, menga birni qoldirmaydinglar. Men mugo kunda necha qitim kep yo'qlab turman. U gapini degach Gulxonga burildi. Qo'ling'izni ding tutib anglang. Agar bu balalarning ko'zidan bir tomchi yosh chiqadigan bo'lsa, men sizning shumliq yig'ib turgan chiqir ko'zlaringizdan qon oqizib, burningizdan buloq, ko'tingizdan yumaloq chiqarib etaman. Meni qimmamdikin deb qolmang. Agarda gap yo'rg'ilitib, Komiljon balam bilan mening navirlarimning orlig'ida so'g'uqchilik paydo qilsangiz, gap to'shib xaltichilik, suxanchilik qilsangiz, meni 100 xotir qilmadi deb qolmang. Bu degan mening yerim. Sizdek bir izitqu, chaplandi, kelgundi so'ymini har nima qilish qo'limdan keladi. Shunga g'ig'i teni qo'shib, o'zingizni bilib, navirlarimga obdan qarang. Yaxshiga ishorat, yomonga juvaldiruz debdikan. Buni obdan biladigansiz, ha? Bo'ldi. Mening jiq gap qildiganlar bilan toza xo'sham yo'q. Shunga boyi degan gaplarimning hammasini esingizda ching tuting. Turaxon deydiganni deb bo'lib, oldi-kayniga qaramasdan uydan chiqib ketdi. Gulxon turgan joyida qaqqan qo'ziqdek danq etib turib qoldi. U esiga kelib, bolalarga oyinchilik qarab qo'yib, ularning usti beshidan yuragi ezildi. U bolalar bilan qarib bo'lmaslikni o'yladi. Ammo ko'zi mo'ltirlab turgan bu bechora bolalarda nima gunoh? U bolalarning beshini silmoq bo'lib, ularning qishiga yaqin kelibdi. Her ikisi xuddi ovchini ko'ygan kiyik bolasidek qo'rqinidan o'ltirgan joyidan chachirab turib, eshikning yeniga yugurib kelib, eshikning kayniga o'tib, mökib tugilib olishdi. Qo'rqmanglar, men sizlarning o'z opanglarga o'xshash. Anam shu sizni tamoq etib berdi. Shu yerga berib yanglar deb bizga Gulxon balalarning qo'lidan avaylab tortib, eshikning kaynidan tortib chiqadi.
va ularni yana Sapaning yeniga akilib, chiroyiga zo'm-zo kulgi yugurtib turib dedi. Tamaq yedinglarmi? Üstü beshinglar nimandaq maynat bo'lib ketdi. Mening ish kiyimim batdi. Opam baribir ish kiyimlarini onang elib oladi ekan deb menga kiygili qo'ymadi shu. Qizchaq gapini qilib bo'lolmay kekeshlab ketdi. Uning qop-qora burjuq ko'zidan yanada qo'rqinish chiqib turadi. Ha, uxtim. Amsi birdam o'ltirib turinglar. Men sizlarga tamaq etib beray. Gulxon o'rnidan turib oshxona uyiga kirdi. U bolalarning usti beshiga qarab, nemishqidir ichi serilgandek bo'lib, ularga ichi og'rib qoldi. Demisimi bu bechora bolalarda nim gunoh bo'lsin. U bolalarni yuyib, pokizlab qo'yish niyati kelib, ichidagi alamlarni ichiga o'ntunsiz yutib o'tib, o'yladiki mashga o't yiqib, bir cho'ng alyumin ko'rga suv elib, uni mash ustiga esib qo'ygandan keyin oshxona uyiga qaytib kirib, kechki tomoqqa tutish qildi. U tomoqni etib, bolalarga yegizib bo'lgandan keyin o'yladiki ko'rni uy ichiga akirib, qiziq suvni yelmon qilib tangshidi. Ondan bolalarni bir-birlab tozliq uyiga, ya'ni o'jirning bir chetidagi abchilik bilan o'rlashtirilgan kichik bir uyga akirib, so'pinlab, yuyib, tozlab, odam iskatiga kirgizdi. Ondan keyin ularni yana bir kichikroq yotoq uyga boshlab kirib, qo'nirab ketgan yotgan ko'rpa orasidan yangiroqlarini tanlab, bu ikki bolaga o'rin rastlab, ikki bolani chiroyli yotqizib qo'ydi. U bolalarga qarab o'ltirib, yana tegi yo'q xiyollar dengiziga qo'lvoq soldi. O'zining ayni yillari atalmish Hindiston kinosidagi oshiq mashhurlardek muhabbat qaynimiga boshchilab kirib ketib, uchishni bilib, tushishni bilmay qolganidan amdi bo'lganda bakmo afsuslandi. U tegi yo'q xiyollar ilkida ko'zlari uyquga elinib bo'lgan bolalarga qarab qanchalik turganligini bilmay qoldi. Tuyuqsiz qo'rsqidagi turalmining yo'q, tug'ilish oldidagi turgan bovoqning qattiq tipirlishidan esi kelib, org'in badanini so'rgunicha ishikni yepib qo'yib, o'z yotadigan uyga qaytib kirib, boyila bolalarning ustidan selvatgan kiyimlarga sapchilib qaradi. Kiyimlar to'limu ko'na ham kir bo'lib, bunday kiyimlarni hozir o'z turayotgan yezidan izlabmi topqili bo'lmaydi. Suyimli qaynonasining bu eski kiyimlarni nadin tepib kelib, bu bechora bolalarga kiydirib qo'yganligini texmi belgili bo'lmaydi. U bu ko'ni kiyimlarni tutqunicha qanchalik o'ldirganligini, nimalarni xiyol qilganini bilmay qoldi. Ko'zi qattiq ichishib, qopqi pastga sanglab, ko'zni ichishga qat'iy amal qilamagan chig'idila o'zining charchab, uyqusirab ketayotganligini sezib, darvozani taqamasdan uyning eshigini ichidan taqab, o'zini karvatga tashlaganicha tezla uyquga ketdi. U tush ko'rdi. Gulxonni tush ko'rdi degandan ko'ra, maktabdagi aslamalar Kamil bilan tanishgan chog'larni eslab qoldi desa, aqlga muvofiq bo'ladi. Qizchaq, diqqat qiling. Oldingizda avraz. Egiz boshliq oyoq bilan cho'ng yo'lda taqildab kelayotgan Gulxonning qulqiga orqasidan bir erning tovlagan ovozi anglang'uchi bo'lgan orliqda guldirg'alab qilish bilan tang u maktabning orqa ko'chasidagi yo'l bo'yiga joylashtirilgan qapiqi yo'q avraz qudug'iga poltongoda tushib ketdi. Üst tarafdan har xil vaqirgan, jag'irgan ovozlar anglandi. U pichoqtilgandek og'rib ketayotgan badanini, zing'ildab chinqilib ketayotgan beshini yong'i burash bilan, og'ziga bir muncha nijosat bilan bulg'angan yo'ndi suyi kirib ketib, qattiq yutilib, tunjiqib qog'ili tasli qoldi. U beshini tasti ko'tirib, o'zining belidan oshirgan sisiqchilik to'lgan avras ichida yotganligini bilib, o'ri bo'lishga shuncha tirishgan bo'lsa-mu, tor ham qorong'u avras ichida o'rtirolmay qoldi.
u o'zining nima bo'lganligini, qandoqsiga bu maynatchilikka to'lgan avras quduqiga tushib ketganligini o'ylab turganda ustidan birsi sangilab tushdi. Ondan yonfonning chirig'ini yondirib, uning beligidan pam bilan tutib ustiga tatdi. Gulxon og'riq dastidan qattiq chaqirib ketdi. Voyjon qo'lim! Putim! Ehtiyot qiling. Ozroq chidang. Men sizni hozirla ustiga olib chiqib doktorxonaga opiray. U odam gapini tugitib, Gulxonning beligidan avoylab tutib, asta-asta ustiga tatib chiqdi. Onun ko'z oldida o'ziga hayronlik bilan tikilgan nurg'un ko'zlarni, bu ko'zlar ichida o'ziga qarab turgan bir juft qop-qora ko'zni ko'rdi. Bu ko'zlar shundoq sehrlik bo'lib, Gulxonning yuragi jig'idi qilib qoldi. U Gulxonning chiliq-chiliq maynat bo'lib ketgan kiyimining ustiga o'zining chapinini selib yepinchoqladi. Va xuddi bir yoshlik bolani ko'targandek lekkida ko'tarib, kishilar to'pini yerib o'tib, taksidan birini to'sib, uni Odul shaharlik markaziy doktorxonaga elib keldi. Gulxon doktorxonada to'p-to'g'ri bir hafta yotdi. Uning sol putining paqalchak ustixoniga dast ketgan. Sol qo'lining ikki barmoqi sungan bo'lib, gaj bilan tengib qo'yilgan edi. Bu bir haftada u Gulxonning oldidan ko'ngil qo'yib xabar oldi. Bu jarayonda Gulxon bu yigitning ismining Komil ekanligini, Mo'sha shaharda tijorat bilan shug'ullanganligini, uyida faqat birla opsi borligini, dadasining qatnash hodisasida tugab ketganligini, opsidan boshqa hozircha hech qanday oji ukullarning yo'qligini bildi. Taqdir qismat mushundoq bo'lsa kerak. Gulxon bu yigitning kelishgan qaddi-qomati, yumurliq gap so'zlari, o'zini tutib elishi, o'zi tunimaydigan bir qizga qarindoshlarcha kuyunishidan qattiq ta'sirlanib, qalb etizida sevgi moysillari bixilnishga boshladi. Gulxonmu uningga o'zining yurti, ota-onasi, hozirgi o'qish ahvoli qatorliqlar haqida barliq ishlarni chala qo'ymay to'liq so'zlab berdi. Gulxon doktorlar va Komilning bolnisda yana bir mezgil davolanish haqidagi gaplariga quloq solmay, o'qishdan qolaman deganni bahona qilib, bolnisdan chiqib ketishga joyliq bilan chaqirib oldi. U o'zining o'qishini emas, balki bu yigitning tijoratiga daxl yetkazib, uningga ortiqcha yuk bo'lib qolishni xohlamagan edi. Shunda qilib, Gulxon maktabga qaytib ketdi. Ammo Komil uni kunda necharat yo'qlab, holidan atrofli xabar oldi. Chiroyli, yumoristik gap so'zlar bilan uning sevgi beg'ida bixlangan maysalarni atrofli parvish qilib, uni o'ziga to'liq moyil ham qoyil qildi. Gulxon bu yigitga bog'linib qoldi. Qarisini bir kun ko'msa, ovozini bir soat anglamasa, yuragi chidamaydigan, uning atrofidan arvohdek aylanib neri ketamaydigan bo'lib qoldi.